Bugun ko'rib o'tadigan kvartiramizni prixoshkasiga e'tibor berasizlar. Qanaqa kattalikda. Bu hol qilib qo'ysangiz ham bo'ladigan xonadonga yetib kelganmiz. Ikkita alohida xonasiga ega. Keling, birinchi xonasini ko'rib o'tamiz. Yangi hayot domlariga kelganmiz. 6-etaj, lift 24 ga yetdi va biz 22-maktabda yonidamiz. Asosiy zal qismi, hozir ikkinchi xonasini ham ko'rib o'tamiz. Jihozlari qoldiriladi. Remonti o'rtacha holatda, kirib yashasangiz ham bo'ladi, lekin желательно bitta asvist qilish kerak bo'ladi, marhamat. Yuvinish xonasi alohida kafil qilingan. Zo'r narx bilan chiqaramiz. 505 million so'm. Bu lokatsiyaga juda ham arzon narx hisoblanadi. Videoning boshida nechta oyoq kiyim ko'rdingiz? Agar to'g'ri aytsangiz kommentariyada 100 ming kartangizga shuni tashlab beraman. Demak, bu ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Oshxonamiz ozgina bardak. Hozirda ijarachilar istiqomat qilmoqda ushbu joyda. Marhamat, oshxona qismi va keling, balkon qismi ham anchagina keng ko'rsatib o'tamiz. To'g'rida bizani 22-maktabda ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Bitta ko'rsatib olasiz. Xo'p, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, adashmasam shu 70-80 kvadrat atrofida ushbu xonadonimiz, ikkita xonasi, oshxonasi, balkon qismiga ega va ko'rib o'tganlaringizdek kattagina koridor qismi. Va e'tibor berasizlar yana bir marta buni kattaligiga. Mana. Necha metr desak bo'ladi endi. Menimcha 6 ga 4 mi, 3 mi, menimcha 3 bo'lsa kerak. Shunaqa katta joy tashab ketilgan, hol qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qayta ta'mirlasangiz juda ham chiroyli holatga keladi. 505 million so'm barakasiga o'tib beriladi. Ipoteka imkoniyati bor. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, lokatsiyani ko'rsatib o'tdim. Pastdagi raqamga srochni qo'ng'iroq qilinglar, chunki ushbu xonadon ham srochni sotuvga qo'yilmoqda. Shunaqa arzon narxda. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Navoiy shahar atrofidagi arzon narxdagi mana shunaqa kvartiralarni, hovlilarni, e'lonlarini ko'rib borasizlar.